Assalamualaikum hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin baş ministri Salih Xudayar Əfəndi CNBC xəbər kanalının ziyaretini qəbul qılıb 1949 yılı dekabrda Xitay təcavüzçiləri Şərq Türkistanı işğal qılğandan keyin Şərq Türkistan xalqıga nisbətən müstəmləkə, assimilasiya qilish siyosatini yürgüzüb kelayotganligini, bo'libmi yaqinqi bir necha yil mobaynida Şərq Türkistandagi 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni jazo lagerlari va turmalarga qamab irqiy qirg'inchilik yurgizib kelayotganligini, Şərq Türkistanning Xitoyning bir yo'l bir balvoq siyosatini o'ngishli yurgizish, shu orqali dunyodagi harbiy, iqtisodiy, siyosiy jihatdagi darajadan tashqari davlat bo'lishda muhim strategik ahamiyatga ega ekanligini, shunga Amerika Qo'shma Shtatlarining Xitoy tahdid his qiladigan, Xitoy ishg'ol qilgan Sharq Turkiston va Tibetni qo'llashining intayin muhim ahamiyatga ega ekanligini, Xitoyning Tayvanni yaqinlashtirish uchun Talibanning Afg'onistonni egallashini ko'z qilish, qo'llash orqali Amerikani ishonchsiz, intayin ojiz kuch qilib ko'rsatishga tirishayotganligini, Afg'onistondagi Uyg'ur masalasida Taliban orqali Uyg'urlarni terrorchi qilib to'nitishga tirishayotganligini, 1949 yildan beri Afg'onistonga ko'chib kelib, bu yerda o'ltiraqlashib qolgan Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilishidan andishlanayotganligini, Sharq Turkistonda yuz berayotgan ishlarning boshqa joylardagi ishlar bilan zo'r farqlanadiganligini, bo'libmi 20 va 30 yil ilgari yuz bergan ishlarning, ya'ni Hong Kongning asta-asta Sharq Turkistonga o'xshab kelayotganligini, shuning bilan birga Tibetning ahvolining nacharligini, diqqat qilishga arziydigani Xitoyning Tayvanga o'xshash Amerika ittifoqdoshlariga askariy jihatdan tahdid ekanligini aytdi. Amerika va uning ittifoqdoshlari 31 avgustgacha Afg'onistondan fuqarolarini chekindirayotgan bu paytlarda Kabul aerodromining darvozasi atrofida kam deganda 2 qatim portlash yuz berdi. Hujumda 2 odam bomba bor bo'lib, qurolli unsurlar o'q chiqargan. Afg'oniston ommaviy sayyor manbalarining aytishicha, jami 60 nafar afg'onistonlik, 13 nafar amerikalik qazo qilgan. Kam deganda 140 nafar afg'onistonlik, 18 nafar amerikalik yaralangan. Bu raketa hujumi, mashina hujumi yoki o'zini portlatish hujumining har qanday vaqtda yuz berish ehtimolligidan derak beradi. Amerika aerodromning bexatarligi uchun Talibanlar bilan moslashganligini aytdi. Hujumga qaramay Amerikaning vazifasi davom qilmoqda. Amerika jinoyat mas'ullarini tepib jazolaydiganligini aytdi. Beşburchaklik binoning xabariga qaraganda, hujumdan keyin Afg'onistonda taxminan 1000 amerikalik qolib qolgan bo'lib, tarqoqlashtirish xizmati davomlashmoqda ekan. Iroq Sham Islom davlati tashkilotining voqeani sodir qilganligi, davomli tahdid qilayotganligining haqiqat ekanligi ma'lum. Askarlar yanada kishilarni Kabul aerodromiga elib kirishga yordam qilmoqda. Bu portlash Afg'oniston Talibanlarning qo'liga o'tgandan keyin Kabul aerodromining sirtidagi Afg'onistondan ayrilgan 100 ming kishiga qo'shilib ketishni umid qilgan ayollar va bolalarni bir-biridan ayirib o'tgan. Hujumning yuz berish ehtimolligi haqida qayta ogohlantirishlar bo'lgan. Kabul xalqaro aerodromni kontrol qilayotgan Amerika askarlari chet el vakillari bilan hamkorlashgan chet elliklar va afg'onistonliklarni tarqoqlashtirishga qulaylik yaratib berdi. Bayden apandi payshanba kundagi hujumdan bir necha soat keyin tarqoqlashtirish vazifasini o'rindaydiganligi to'g'risida va'da berib, biz terrorchilar tarafidan to'sqinlik uchirmaymiz dedi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan apandining aytishicha, Turkiya hukumati mush oyning oxirigacha xalqaro kuchlar ayrilgandan keyin Kabul aerodromini boshqarishga yordam berish to'g'risida Talibanlar bilan bevosita suhbatlashibdi. Prezident Erdo'g'an apandi bu guruhning aerodromni Turkiyaning boshqarishiga ochiq ekanligini, ammo eng muhimi Talibanning bexatarligiga mas'ul ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Turkiya Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo davlat bo'lib, u yaqinqi 6 yilda aerodromning bexatar ishlatilishini kapolatga ega qildi. Recep Tayyip Erdo'g'an apandi aerodromda mavjudligini davom qilish haqida texi aniq bir qarorni qilmadi. ISK, Islom davlati Xurason o'lkasi, Afg'oniston va Pokistonda faoliyat qilayotgan Islom davlati guruhining rayonlik tarmog'i. Bu Afg'onistondagi barliq jihatchi qurolli tashkilotlarning ichidagi eng chekidan oshgan zo'ravon tashkilot.
u 2015-yili 1-oyda Iroq va Suriyadagi Iroq Sham islom davlatining eng yuqori qatlamida qurilgan bo'lib, o'zlari jakalagan xalifalikni Amerika bayron qilgan. U Afg'onistonlik va Pokistonlik jihatchilarni qabul qiladi. Boshqa Afg'onistonliklarga o'xshash Uyg'urlar Taliban hokimiyatini egallagandan keyingi texmi nachar vaziyatdan qo'rqadi. 50 yoshdan oshgan bir Uyg'ur kishi Kabulda BBC'ning muxbiriga hozir Afg'onistondagi Uyg'urlar eng qo'rqinchli vaziyatga duch kelmoqda. Biz Talibanning Xitoyning harakatimizni kontrol qilishiga yordam berishidan, Xitoyga topshirib berishdan ansiraymiz degan. BBC bilan suhbatlashgan Afg'onistondagi barliq Uyg'urlarning aytishicha, Talibanlar Afg'onistonni qo'lga olgandan buyon ular uyga muhkam yoshiringan bo'lib, boshqalar bilan faqat anda-sanda telefon orqali aloqa qilgan. Kabuldagi yana bir Uyg'ur kishi biz hozir tirik o'lik odamga o'xshaymiz degan. Mustafa Kemal Atatürk mustaqillik uchun o'lishni xohlaydigan millat izzat hurmati va shon sharaf uchun har qanday narsani fido qilishga tayyor turdi. Bo'ynini o'z qo'li bilan asorat zanjirida bog'lagan sharafsiz, izzat hurmatini yo'qotgan millat bilan do'st dushmanning nazaridagi o'rni o'xshash bo'lmaydi degan. O'zining shon sharafini qo'g'dayanmagan, qulluqda qolgan millat qulluq zanjirini pochoqlab tashlamaguncha har kimning nazaridagi o'rni tuvan bo'ladi. Mustaqillik hurlikdir. Mustaqillik shon sharafdir. Qulluqda yashagandan o'lim a'lo. Birli tanlashpa. Ya mustaqillik, ya o'lim. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni kögün alaq üçün köp rəhmət. Kelər qitimki proqramımız görüşkəcə Allah'a amanet bolğaysızlar.